Xo'sh, demak shu joy. Voy, ish vaqti tugayotganda kim ekan? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima bo'yicha keldingiz? Sug'urta qildirmoqchi edim. 3-etajga chiqing. Demak, urib kirdimmi deyman? Hozir o'tirib turing, men xodimlarni chaqirib beraman. Xo'sh, ayza yo'q. Mohir aka, Men faqat shartnoma bekor qilish bilan shug'ullanaman. Viktoriya, Bugun tug'ilgan kunimda vaqtliroq ketmoqchi edim. Marat aka, Men buxgalterman-ku. Jamshid aka. Men yuristman-ku. Kimni tushirsammikin? Xo'hlasangiz men gaplashib ko'raman. Mang, keta qolay. To'xtang, u ham o'zimizdan xodim, qo'rqmang. Xo'sh, sizni nima bezovta qilmoqda? Mashinamni avtosug'urta qildirmoqchiman. Mana puli. Iltimos, sal sekinroq gapirsangiz. Mashinamni majburiy avtosug'urta qildirmoqchiman. Mana puli. Bo'ldi, tushundim. Sizga asabgo kerak. Lekin bizda hamma to'lov bank orqali yoki onlayn to'lov tizimlari bilan. Ha, yo'g'i? Bavlaga bugun tekshiruvga kimdir keladi deyishdi, kelmadi-ya. Unaqa faqat eshitdim, bilmadim lekin. Keling, sizga kasko ham rasmiylashtiramiz. U birovga yetkazgan zararni emas, aynan sizning mashinangizni himoya qiladi. Hattoki mashinangiz 100% yo'q bo'lishigacha qoplab beradi. Yo'q, unga pulim yetmasa kerak yo'q. Bizda rasrochka ham bor. Bir daniga emas, 12 oyga bo'lib to'lashingiz mumkin. Ha, rostdan. Bu juda zo'r-ku. Fotima, nimaga sher klient bilan gaplashyapti? Ish vaqti tugaganiga boshqa odam qolmadi-da, Umar aka. Nimadir boshlab qo'ymasa bo'ldi yana. Rahmat. Mayli, yaxshi yetib oling. Yaxshi ishlading. Ha. Nima gap? Assalomu alaykum. Sizni xonangizda bitta odam kutibdi. O'zini auditor deb tanishtirdi. Auditor? Assalomu alaykum. Baxtiyor aka. Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Chamayapsizmi? Hamma xodimlarning ishi bilan tanishib chiqdim. Menga bitta xodimning ishi juda ham yoqdi. Xuddi shunday xodimlarni ko'paytirish kerak. Kim ekan xodimingiz? Sher.